Onani oldida bola ham topayotganini ham gapirish ham kerak ekan-da. Yaxshi ham pul topyapman, yaxshi ham yeyapman, daftarga yozdirib qo'yib ham yeyapman. Aya, dada, mazza bo'lyapti bag'i. Topib uzib yuboraman-da deb ham aytish ham kerak ekan-da. Chunki ona ham bir ichidagi bir gapni gapirgisi kelar ekan-da. Shu gapni gapirsam bir bola uyga borib xotiniga aytibdi. Xotin, ertaga bozordan kelganimdan keyin maqtanaman. Bugun bozor zo'r bo'ldi, qo'l-qo'lga tegmadi, korobkalar pulga to'ldi deyman. Shunda dadasi bozoringiz yaxshi bo'lgan bo'lsa, 2 dona grill olib keling deysiz. Qani onam nimadir kellar. Xo'p, ertasiga deydi, haqiqatda bozor yaxshi bo'lsa deydi. Ertaroq shuni qilmagan ekanman deb uyga kelib xotinga maqtanib, "Xotin, bunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi" deb desam, xuddi o'rgatilganda dadasi agar bozoringiz yaxshi bo'lgan bo'lsa 2 dona grill olib keling dedi. Onamga deb qarasam ko'zlari yalt qildida, "O'g'lim, ha, agar bozoringiz yaxshi bo'lgan bo'lsa biror shiq to'rg'ama shashlik olib keling. Qandaydir tilim ichiga ta'mi kelib qoluvdi." Tashqariga chiqib dod deb yig'ladim, qoraka, "Ha? Qirqqa kirayotgan bo'lsam, biror marotaba onam shashlik yegim keldi, o'g'lim olib kel demagan ekanlar. Nimaga? Peshana teri qilib topayotgan pulini, qiynalib topayotgan pulini menga yedirib qo'ymasin deb aytmayotgan ekanlar" deb dod deb yig'ladim. Biz onamizchi aytayaptimi? Ha, o'zimizdan bechora yasab olsak qayerda aytsin? Bechora pensiyasini ham plastikda bo'lib, "Men o'g'lim" deb berayotgan bo'lsa, ha shu pensiyaga bo'lsa ham, plastikka bo'lsa ham, bir dona bo'lsa ham shashlik yoki somsa olib kelib bermasak, bola bo'lib nima qilyapmiz o'zi? Agar taomam yediralmasa, hech bo'lmasa xizmat qilsin debdilar. Agar xizmat ham qila olmasa, shirin so'z aytsin debdilar. Shirin so'z aytishlikda